Sizga taklif qilgan shoy partnerning loyihasiga keldim. Xo'sh, unda odatda kiraverishda 4 xil usulda smartfon sistemasi bo'ladi. Fingerprintda, kartada, telefonda ochiladi. Kiraverishda mana shunday chiroyligina bu one bedroom 1+1 xonadonlarimizda mavjud. Undan keyin esa mana shunday ochiq oshxona. Bu oshxona jihozlarining hammasi Siemens kompaniyasidan bo'ladi. I plus bu yoqda yana stiralkamiz ham, xolodilnikimiz ham mavjud. Stiralkani ko'rsatdim. Hamma narsalari bilan birga. Xo'sh, mana bu narsani ko'rib olsak agar, bunda gostivoy sanuzul, studio xonalar uchun bitta bo'ladi. Studio xonalarimiz 31 kvadrat metrni tashkil qiladi. Barcha dekorlari bilan birga. Faqatgina bu yoqda mягкий mebel bo'lmaydi. Odamlar juda ham ko'p. Studio bo'lsa agar balkonga to'g'ri chiqiladi va one bedroom 1+1 xonadonlarimiz esa mana shunday. Bu yoqda mana shunday chiroyligina, hattogina mana bunaqa garderoblari ham chiroyligina beriladi. Hamma narsasi bilan birga. Mana ko'rib turamiz. Bu kattalar uchun nima? Sanuzul qismi i plus balkoni bo'ladi. Balkoni ham mana shunday kattalikda bo'ladi. To'liq ma'lumot uchun menga bog'laning. Assalomu alaykum va rahmatulloh.